Assalomu alaykum. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz elash jarayoni, ya'ni maydalash bilan olib boriladigan elash, ya'ni grahacheniya deydi, elash jarayoni. Boyitish fabrikalariga kelayotgan rudaning kattaligi 1200 maksimal kattalikda kelayotgan rudani biz agar flotatsion yo'l bilan boyitadigan bo'lsak 3 bosqichda maydalaymiz. Sababi flotatsiya uchun mayin, ya'ni 74 mikron talab qilgani uchun biz 3 bosqichlab maydalab olamiz. Bir bosqichda bu natijaga erishib bo'lmaydi. O'sha maydalash jarayonida biz elaklardan foydalanamiz. Elaklar o'zi nima? G'olvirlar deydi, elaklar deydi. Nima o'zi? Droht deydi ruscha terminda. Elak deganda nimani tushunasiz? Elak bu nima vazifani bajaradi? Qanday afzalliklari bor? Qanaqa turlari bor? Bilasizlarmi? Bu bo'yicha bilsalaringiz o'sha mendagi ma'lumotlar bilan fikr almashamiz. Elaklar o'zi ishlash prinsipiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Quruq elash hamda namli suvli elashga bo'linadi. Jarayonga ko'ra ikkiga bo'linadi. Elakni turiga qarab esa panjarali elak, ya'ni qo'zg'almas elak, qo'zg'aluvchan elak. Qo'zg'aluvchan elaklarning o'zi ham yana bir nechta turlarga bo'linadi. Vibratsion elak, yuqori chastotali elak, barabanli elak, boya aytib o'tgan suvli elak, ya'ni namli elaklarga bo'linadi. Elaklar asosan tasniflash vazifasini bajaradi, lekin boyitish fabrikalarida shunday termin bor: elak bu tayyorlash jarayonining filtri, ya'ni elak maydalash jarayonidagi maydalash dastgohlarini ishlashini nazorat qiladi. Ulardagi avariya holatlarini oldini oladi, ya'ni ko'p miqdorda material yuklanishini oldini oladi. Bu birinchi. Ikkinchidan, ularning sarflaydigan elektr energiyasini sarfini kamaytiradi. Ya'ni hamma kelayotgan maydalashga kelayotgan ruda maydalash dastgohi orqali o'tmaydi. Elak bilan tasniflanib, o'sha ma'lum bir o'lchamdagilar o'tadi. Masalan, 1200 mm dan kelgan, eng kattasi 1200 mm da kelgan rudamiz, birinchi misol keltiradigan bo'lsak, biz molekulli ruda uchun konusli maydalagichga olib kelyapmiz. Konusli maydalagichga olib kelishda o'sha maxsus priyomli bunkerlar orqali o'sha konusli drabilkalarni konus va priyomli bunkerga bo'ladigan bo'lsak, konusli drabilkalarda o'sha 1200 mm gacha bo'lgan rudalarni o'zida qabul qilib maydalab, birinchi bosqich yirik maydalovchi konusli drabilka KKDda 1200 maksimal kattalikdagi rudani maydalab, maksimal kattaligi 350 mm gacha maydalab beradi. Ya'ni buning maydalash darajasini hisoblab, umumiy maydalash darajasini hisoblashimiz uchun 1200 dan 350 ga bo'lsak, yirik maydalovchi konusli drabilkani maydalash darajasi kelib chiqadi. Bu ishlayotgan sxema. Biz taklif qilishimiz mumkin mana bu joyga elak qo'yishni taklif qilish mumkin. Sababi o'sha drabilkaga tushayotgan mahsulotning tarkibida 1200 dan tashqari 350 mm dan minus rudalarimiz ham mavjud. U yirik maydalovchi konusli drabilka orqali o'tyapti. Elakning vazifasi o'sha 350 dan maydasini o'tkazib olib, keyingi bosqichga, ikkinchi bosqich maydalash jarayoniga yo'naltirib yuboradi. Ya'ni maydalash dastgohiga tushayotgan nagruzkani kamaytiradi. Ya'ni nagruzkani kamaytirgandan keyin mana bu maxsus himoya bronlarining yedirilishini, ya'ni isrof bo'lishini oldini oladi. Elaklarning asosiy vazifasi o'sha tasniflash, ortiqcha elektr energiya sarfini qilish, maydalash dastgohlariga tushayotgan nagruzkani kamaytirish, ya'ni uni ishlab chiqarish unumdorligini oshirib beradi. Endi elaklarning turini aytib o'tdik: vibratsion, yuqori chastotali, barabanli. Nega unaqa turlari ko'p degan savol tug'ilishi mumkin. Ularni har birini o'zini ishlash
holatlari mavjud. Masalan, agar birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich maydalash jarayoni bo'lsa, birinchi bosqichga biz qo'zg'almas panjarali elaklarni taklif qilishimiz mumkin. Sababi qo'zg'almas panjarali elaklarda qiyalik gradusi bilan tasniflash jarayoni amalga oshirsa bo'ladi. Ikkinchi bosqichda vibratsion elaklarni taklif qilishimiz mumkin. Sababi ikkinchi bosqich maydalash jarayonida 350 millimetrdan kichik rudalar kirib keladi. Biz buni vibratsion elaklar bilan biz taklif qilishimiz mumkin. Ikki yarusli, ikki qavatli elaklarni taklif qilishimiz mumkin. Sababi vibratsion elakning yuqori qismida turgan elak ko'zlarining o'lchamini 70, pastkisini 30 mm oladigan bo'lsak, 70 mm dan o'tmagan ikkinchi bosqichga o'tib ketgani esa uchinchi bosqich maydalash jarayoniga o'tib ketadi. Shuning natijasida konusli sredniy dробилкani nagruzkasini kamaytiradi. Agar biz bu yerga o'sha qo'zg'almas elakni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, o'sha elaklarning yaruslar, elak ko'zlarining to'liq tiqilib qolish hisobiga buni ish unumdorligi kamayib, barcha mahsulotlar o'rta maydalovchi sredniy dробилкаga tushadi. Buni oldini olish uchun vibratsion elaklar qo'yilgan. Ya'ni vibratsion elaklar o'sha tasniflash jarayoni yuqori. Endi uchinchi bosqich maydalash jarayonimizda bizda 70 mm dan mayda mahsulot keladi. Shuning uchun biz bu yerga yuqori chastotali elaklarni o'rnatsak bo'ladi. Sababi yuqori chastotali elaklar tasniflash jarayoni yuqoridagi aytib o'tilgan elaklarga nisbatan yuqori. Shundan ko'rinib turibdiki, barcha elaklarda o'z vazifasi bor. Barcha elaklarni ishlash sharoiti bor. Agar maydalash jarayoniga kelayotgan o'sha rudamizda, o'sha mineralimizda namligi yuqori bo'lsa, 10% dan yuqori bo'lsa, biz o'sha namli elash jarayoniga o'tamiz. Namli elash dastgohlaridan foydalanamiz. Agar o'sha maydalashga kelayotgan mahsulot namligi yuqori, loyligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz unda o'sha barabanli elaklardan foydalanishimizga to'g'ri kelib qoladi. Agar namligi 3% bo'ladigan bo'lsa, bu namlik kam hisoblanib, bunda o'sha vibratsion hamda yuqori chastotali elaklardan foydalansak bo'ladi. Elaklarda o'sha asosiy vazifasini aytib o'tdim. Elaklarda hisob-kitob ishlar olib boriladi. Ya'ni elaklarning samaradorlik koeffitsiyenti, ya'ni elaklardan o'sha necha foiz minus klass o'tayotganligi hisob-kitob qilinadi. Bu hisob-kitoblarni alohida darsimizni hisob-kitob bo'limimizda davom etamiz. Elaklarda umumiy qisqacha tasnifi shu. Elaklar filtr vazifasini bajaradi, tasniflab beradi. Оборудованияларni o'sha dastgohlarni avariya holatlariga olib kelishini oldini oladi, elektr energiya sarfini tejaydi hamda o'sha himoya qatlamlarini yedirilishini oldini oladi. Asosiy yordami maydalash dastgohini ish unumdorligini oshiradi, ya'ni foydali ish kapasitesini ko'taradi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi.